27-iyun O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan siz azizlarni, aziz jurnalistlar, qalami o'tkir ijodkorlarni chin qalbdan muborakbod etamiz. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, hurmatli axborot xizmati rahbarlari, xush kelibsiz Parkent tumanimizga va juda ham xursand bo'ldim. Olqishlaymizmi? Baribir ahdidan ketmas uzilib, chunki yomonga ham yo'qdir qasdlari. Ey ona yurtimning jurnalistlari,